va onasini yensi moshni yoradi lekin. Asalarichilikni ham xolisinglar yaxshilab ilmi bilan o'rgatishadi. Biz bepulga reklama qilib beramiz deb aytgan edik. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Kimnidir boshiga tash tushadi, masalan qarzga kirib qoladi yoki bo'lmasam farzandi masalan kimlardir qimorga kirib qoladi. Shunaqa holatlar ham bo'ldi hayotda, yoki bo'lmasam kimnidir farzandi kasal bo'lib qoladi yoki bo'lmasam bemor ota-onasini tuzatish uchun pul kerak bo'lib qoladi. Shunaqa holatlarda hamma o'zining imkoniyatidan kelib turib pul qidirishga tushadi. Kimdir mashinasini, kimdir uyini sotadi. Bir tanishimizni ham farzandlari bemor ekan, shularni o'sha tuzatish uchun ozgina mablag' kerak. Hozirgi videodan maqsad hech kimdan pul so'ramayapmiz. U inson o'sha o'zlari turgan uyi orqa tarafini taxminan 10 sotik joyini sotmoqchilar. Ota-onalar o'zi kasal bo'lsa ham farzandim kasal bo'lmasin deydi. Inshaalloh. Ushbu xonadonni farzandlari operatsiya bilan bog'liq bo'lgan bir kasallikka duch kelganlar, o'shanga yordam tariqasida bir murojaat qilgan edilar. O'sha maqsadda shu xonadonni o'zlariga tegishli bo'lgan uyni sotmoqchilar. Uyni olgan insonlarga asalarichilikni ham qo'ldan kelgancha o'rgatishadi. O'rgatamiz. Qo'ldan kelgancha. Bonusiga bu. Ijtimoiy tarmoqda xuddi shu e'lonni biz bergan edik. Kim agar uyini arzonga, srochni, ya'ni tezda shoshilib sotadigan bo'lsa, bizga murojaat qilsa, biz bepulga reklama qilib beramiz deb aytgan edik. Shunga murojaat qilishdi. Mana uyi orqa tarafi o'rtoqlar. O'rdaklar boqsanglar bo'ladi, mana zo'r o'tgan, suv o'tgan. Mol, qo'ylarni boqsanglar bo'ladi. Havosi juda ham toza, O'rta Chirchiq tumanida. O'rtoqlar, mana O'rta Chirchiq hokimiyatini yonidagi mahalla. Mana chap tarafimizda hokimiyat shu Qo'yliqdan to shu mahallagacha taxminan 23 kilometr ekan. Havosi juda ham toza lekin, yo'llari tekis. Mahallani o'zi ham yaqinda namunali mahalla loyihasiga kirgan, shuning uchun obodonlashtirilgan. Uyg'ur mahalla ham deyshadi. Aholi, mahalla qo'shnilar juda ham ahil. Asosan dehqonchilik bilan shug'ullanishadi. Gaz, svet, kommunikatsiya hammasi bor, sharoitlar bor. Hovlining o'rtasiga mana daraxtlar, bodomlar ekilgan. Mana shu joyga masalan agar ikki etajli qilib baland qilib uy qursanglar, bu yoqqa qarab turadi. Manzara ham rosa chiroyli. Bu yoq o'zlari turgan uyi orqa tarafida taxminan 10 sotik joy. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana oq to'siq turibdi. Oq to'siqning orqa tarafida o'sha boy ko'rsatgan zo'rim. Bu yoqda mana agorod daraxtlar ekib qo'yishgan. Xolasanglar, olib tashlaysizlar o'rtoqlar. Olma, bodom, har xil anaqa ekib qo'yishgan. Asalarichilik bilan shug'ullanishadi. Agar xohlaganlarga asalarichilikni ham o'rgatishadi. Asalarichilikni ham xolasanglar yaxshilab ilmi bilan o'rgatishadi. Ota-ona o'zi kasal bo'lsa ham, lekin farzandini kasal bo'lishini xohlamaydi. Shu ota-onaga bir sizlarning yordaminglar bo'ladi. Ushbu videoni yaqin tanishimizlarga tarqataveramiz. Kimdirga sababchi bo'lib qoladi. Shu uyni kimdir olgan odam ham ish qilib barakasini topsin. Bu insonimiz ham mushkullari oson bo'lsin. Salomat bo'linglar.